sizlar bilan bugun Greensiz va bugungi biza Grannyni uyiga kiramiz. Qanunda ketdi. Uncha-munchaga qo'rqmaslik uchun biza Minecraftga phonik musiqa qo'yib oldik. Qani bo'lmasam bismillah deb eshikni ochamiz. Xo'p, bu yerda start degan, mana bu yerda Rameki Bey, Nike, Antdemir. Xo'p, start, okey. Qani bo'lmasam bismillah. Nima degan yozuvlar chiqyapti? Men qo'rqyapman, musiqa bor menda. Men qayerdaman? 780 S Studio. Jigarlar. Video prям жесткий bo'lmoqda. Pastdagi nima? Astagfirullah. Video жесткий bo'lyapti. Shuning uchun like bosinglar, obuna bo'linglar. Yurib bo'lmayapti, prям yurib bo'lmayapti. Pastdagi nima? Yehmat. Menga yo'l ochildi jigarlar. Qo'rqmasligimiz uchun qo'shib qo'yganmiz. Jigarlar, video qiziq bo'lishi uchun, prime jostki bo'lishi uchun like bosinglar, obuna bo'linglar. Bunaqa videolarni ko'pini qilamiz. Yaqinda Xirobray bilan ham video qilamiz. Qanunda ketdi jigarlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Mana bu yerda ovoz eshitdinglar. Priyam jigarlar, men qo'rqyapman, shuning uchun sherigimga beraman. Sherigim bemalol sizlarga obzor qilib bera oladi. Sherigim gapirib o'ynaydi deb qo'yaman. Gapirib o'ynab turing, ha? Xo'p. Salom bolalar. Men boshlab beraman hozir. Karochi, mana jigarim, jiyanim olib ketyapti, mana ukam. Bilan cho'tki rasm bor ekan, muzey priyam. Xo'p, ketyapmiz. Mana bu yerda xona bor, eshik ochilmaydi ekan, lock deyapti. Oldinga qarab yuraveramiz. Priyam ujisga o'xshaydi. Rasmlar o'sha bir xil. Bu yoqda nima bor bilmayman. Jiyanim qo'rqmasdan bosyapti. Qani, ko'p bo'lmasa men sharhlab berib turaman. O'yinga ketyapti. To'g'rida chapxona bor. Xo'p, bu yerga nima deb yozilgan yo'q ekan, soat bor ekan. Jostki. Jigarlar, boy va kambag'al videosini keyingi qismlari chiqish uchun, ham keyingi qismlari zo'r bo'ladi. Ssenariylarni tuzib qo'yganmiz. Kim ssenariylarni tuzib qo'yganmiz. Ssenariy bo'yicha juda priyam zo'r o'yinlar bo'ladi. Boy kambag'aldan nima remaj oladi, kambag'al boydan remaj oladi, keyin noldan boshlashadi. Priyam jostki bo'ladi. Kanalga o'tinglar, obuna qo'yinglar. Keyin menga videolarimga kommentariy yozmoqchi bo'lgan insonlar, kommentariy yozish uchun kanalga obuna bo'lish kerak. Keyin kommentariy qo'yib beradi. Bo'lmasam qo'yib bera olmaymiz. Endi YouTube shunday nimada bo'lib qoldi. Yana bitta shunday xona. What the fuck? Yana o'sha rasm. Nima? Qadrlarni gapiryapti. Ovozini baland qilamiz. The father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. Nima bo'lyapti bolalar? What's up? Nimalar bo'lyapti? Chota maxluq. Don't touch that dial now, we're just getting started. Bu ingliz bilmayman deb bo'lsam tarjima qilib beraman. What the fuck? Juda maxluq bor. Maxluqni topamiz degan like bosinglar, obuna qo'yinglar. Video prям jostki bo'lyapti. Biz albatta o'qitib ketamiz. Ko'pini chiqaramiz, jigarlar. Hech qaysi orqaga qaytamiz, bo'lmasam. Prям boruku. Nima jostki, adrenalin jostki boshlashdi.
fuck? Jigarlar nima bo'lyapti, obunachilar? Men bilmayapman, tushunmay qolyapman. Nima deyapti bu? Yorib tashlayman ey. Kir, qaysi maxluqing bor ey? Mamaki. Bittiki. Va Dalit yo'qol. In each case, the perpetrators were fathers. Chaqmıyor. Yo, what the fuck, nima bo'ldi? Hozir biz adrenalinli qo'shiq bilan maxluqni urib o'ldirdik. Nu maxluq nima qilganini o'zingizlar ko'rdinglar. Yo, what the fuck, jigarlar. Juda jo'ski prям adrenalinga boy o'yin bo'lyapti. U qayer? Jigarlar, короче, like bosinglar, obuna bo'linglar. Bundan keyingi videolar Короче, bola like bosinglar, obuna bo'linglar. Bundan keyingi videolar qanday jo'ski bo'lsin. Agar bu mana shu videoning ikkinchi qismini yoki boshqacharoq klounni, ya'ni morgga kirishimizni xohlasanglar, like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Grims esa bo'ldi. Va mening jiyanim Elnurbek bo'lyapti. Uni ham YouTube kanali bor, kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Silkasini kommentariyada yozib qo'yaman. Qani ket